Assalomu alaykum, o'zim aka-uka opa-singillarim. Sizlarga Qirg'iziston O'sh shahridan Narimondan juda ham yaxshi bir 7 sotik 6 xonadan koridorlari, podvallari bilan zo'r uyimiz chiqib qoldi do'stlar. Narimon Bangili deb qo'yadi do'stlar. Mana sizlarga ko'rsataman do'stlar. Shu yerdan bir 150 metrlik kirganinglarda ko'chamizning nomi Bobur ekan do'stlar. 39-raqamli 7 sotik 6 xonadan iborat zo'r uyimiz bugungi kunda sotuvda do'stlar. O'zim aka-uka opa-singillarim, kendaylarim, kirib maza qilib yashaydigan do'stlar. 7 sotik ekan, 6 xonadan iborat koridorlari ketdik ko'ramiz do'stlar. Azizlarim, mana xonadonni qaranglar. O'sha ham Tashkentskiy uylarga o'xshaydi ekan. Muzdek qanchalik tayyor do'stlar, kunlar isib ketdi. Do'stlar, eng qizig'ini aytsam, akamiz polniy veranda qilib mana akamaylardan berib qo'ygan. Romlarni polniy qalinidan Engelbert degan firmadan Tashkentskiy romlardan qilgan ekan aylanasiga. Podvallari ham juda katta. Mo'rt xohlasanglar sport zal qilsalar bo'ladi do'stlar. Mana sahnalarimiz. Narimon Bobur ko'chasi do'stlar. Ketdik ichkalarni obzor qilamiz. Xotin bo'ldi, idishlarni yuvib qo'ydim, endi oshga borsam maylimi deb maza qilib yashaydigan ekan akalarim. O'zinglar ham xizmat qilasiz bu kuxnyada. Hamma yo'q saramjon, hamma yo'q joy-joyida do'stlar. Shunday kelib maza qilib yashaydigan xonamiz ekan. Kuxnyamiz ayniqsa juda ham chiroyli menga yoqdi do'stlar. Azizlarim, kuxnyadan kirganimizda mana juda ham katta zalimiz bor ekan do'stlar. Xudolar kelib to'y-turkunda maza qilib o'tiradigan. Endi do'stlar, kuxnyadan kirdik, mana qaranglar do'stlar. 5 ta xonaga shu zalimizdan kirib ketsak bo'ladi ekan do'stlar. Juda ham akamiz did bilan qilib solgan ekan. Bugungi kunda sotuvda do'stlar. Shoshilinglar. Shunday zalimizdan aka-ukalar, shunday kirganimizda mana kelganlar, qaranglar, mazza qilib bizda spaniyaga kirib qoldik. Hech qanaqa qiladigan ishi yo'q do'stlar. To'lqi kelib yashashimiz kerak, to'lqi bo'ldi. Boshqa hech narsa kerak emas do'stlar. Shoshilinglar, lokatsiyasi juda ham zo'r joyda. Narimon Bangilik. Spaniyadan shunday chiqib turib kelganlarim, aka-uka opa-singillarim shunday mosamizga kirib keta olasizlar. Do'stlar, dom qilib solingan ekan. Hamma sharoiti bor. Kommunikatsiyalari polniy bor do'stlar, dokumentlari zo'r. Sizlarim, sizlarga detskiy spaniyamizni ko'rsatamiz do'stlar, mana qaranglar. Juda kichkina, shiramgina mana shkaflari bor ekan do'stlar, juda ham akkuratni qilingan ekan. Aboylari juda chiroyli. Do'stlar, detskiy spaniyamiz bu mazza qilib yashaydigan eni keyin do'stlar, mana qaranglar. Mana 4-mestamiz ham bor bolajonlarga. Do'stlar, bu bizning 5-xonamiz bo'lyapti. Mana bu ham chiroyli zal ekan do'stlar, mana mazza qilib yashaydigan dizaynlar berib qo'ygan ekan. Azizlarim, sizlar bilan 5 xonani ko'rib chiqdik. Bu 6-xonamizda hozirgi kunda uyda egalari bor ekan. Bezovta qilmaymiz, do'stlar. Ketdik, podvallar, koridorlarni tanishib chiqamiz. Kendaylarim, men koridor emas, hol deb qo'ysa ham bo'ladi do'stlar. Mana romlarimizni qaranglar, juda ham bir chiroyli manzaralarni tomosha qilib o'tiradigan akamiz did bilan qilgan ekan. Bu koridor bo'lib, koridor emas, qo'l bo'lib qo'l emas, juda ham katta. Do'stlar, ashirdan kirib biz 5 ta xonamizni ko'rsatdik sizlarga do'stlar. 6-xonamizda hozirgi kunda odamlar bor ekan. Mana mayerdan aka berib qo'ying. To'g'ri kelib turib koridordan podvalga ham chiqib ketsak bo'ladi. Nimadan eshigi ham bor ekan do'stlar, boshqa qo'l. Azizlarim, mana uni qaranglar. Mana qilib detskiy plashadkada mazza qilib o'ynaydigan joy ekan do'stlar. Boyaga detskiy spaniya ko'rsatdim. Aktyor bolalar o'ynayveradi, mazza qilib mana hamma yo'q bor ekan, qaranglar. Azizlarim, sizlarga hozir ko'rsatadigan podvalimizni bitta sport zal qilib qo'ysalar ham bo'ladi. Akamiz mana bolalariga, o'ziga ham shug'ullangani shunday ularni qilib qo'ygan ekan do'stlar. Kelinglar. Mana podvalni ko'ringlar do'stlar. Mazza qilib mana kirib chap tomonga kirib ketamiz. Hozir bu yerda ham bor ko'rsatamiz. Suzlanganlar saqlaydigan joy. Mana podval do'stlar. Balandligini qaranglar, даже qo'lim yetmayapti do'stlar. Bu yerda kendayalar maza qilib tuzlanganlarni saqlaydigan joy ekan do'stlar. Mana qaranglar, juda akkuratni qilib, ikkita bunday polka qilib bitta odam yuradigan qilib qo'yib, menga yoqdi do'stlar. Yana qaytarib aytayapman, qo'lim yetmayapti do'stlar. Balandligi zo'r podvalimiz. Azizlarim, bu yerda ham bitta robotimiz bor do'stlar. Bu Bobur ko'chasi 39 dan kirdik. Bu yerdan chiqib ketamiz hozir do'stlar. Bu mahallamiz juda ham menga yoqdi. Suvni bo'yi ekan do'stlar. Ikki tomonda roboti bor. Azizlarim, bu yerda hojatxonamiz,
Xotinxonalarimiz hamma yoq shinam bir akkuratnik qilingan ekan. Azizlarim, bu xonadonimiz ikkinchi qavati ham bor desak bo'laveradi aka, berib qo'ying. Mansarlari bor ekan do'stlar. Mazza qilib, ashullarga chiroyli balkon qilib, manzarani, ko'chamizni kunu tuni kuzatib, opa-dadalarimiz yotadigan joy ekan, muzdek do'stlar. Azizlarim, sizlarni juda ko'p kuttirgan kelmadi do'stlar. Hamma yoqda ko'rib chiqdik do'stlar. Shunaqa ham chiroyli shinam uyimizni narxini bu akamiz bilan xuddi o'zimiz olayotgandek shunaqa baholashdik do'stlar. Zo'r narx qilib qo'ydik. $160,000 yana ozgina kamit beraman deyapti akamiz. Murojaat uchun raqamlarni yozinglar do'stlar. 0551 bilan 008383 do'stlar. Qaytaraman, 0551 bilan 008383. 100 marta eshitgandan do'stlar, kelib bir marta ko'ringlar do'stlar. Sizlarga yoqadi.